Bizga bir sabab bo'lmaydi. Yana bir masala, birodarlar, ko'p masjidlarda men ko'raman, birodarlarimiz, ba'zi birodarlarimiz, hammaga tegishli emas, juma namozidan oldin, jumani farzidan oldin sunnat o'qimaydi. Jumani o'qib bo'lgandan keyin yana sunnat o'qimasdan chiqib ketadi. Bunga chiroyli bitta men hujjat keltiraman, ya'ni o'qishlik uchun. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'tganlar. Bu odam Payg'ambar alayhissalomni xizmatlarini ko'p qilganlar. Shu odam bir kuni daraxtga chiqqanlarida boldilari, oyoqlarini boldiri ko'ringan ekan. Shunda sahobiylar kichkina ekanda, oyoqlari ingichka bo'lgan ekan. Sahobiylar kulishgan ekan. Rasululloh shunda aytgan ekanlarki, kulmalaring qiyomatda tosh og'ir bo'ladi degan ekanlar. Qiyomatda toshi og'ir bo'ladi degan ekanlar. Bu bitta odam. Ikkinchi odam Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu, uzr. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu tafsirchilarning otasi bo'lganlar. Bu odam Payg'ambar alayhissalom duo qilganlar. Buni vallohu alam hamma biladi. Ana shu Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Abbosga buyurganlar. Bu hadis Zodul Ma'odda keladi. Abdulloh ibn Abbos aytadilarki, bizga Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu buyurardilar deganlar. Aytib qo'yishlik boshqa narsa, birodarlar. Buyurishlik boshqa narsa. Bizga buyurardilarki, juma namozidan oldin 4 rakat sunnat o'qishlikni, juma namozidan keyin 4 rakat sunnat o'qishlikni bizga Abdulloh ibn Mas'ud bizga buyurardilar deb Abdulloh ibn Abbos aytganlar. Shuning uchun mana bu sunnat namozini birodarlar albatta tark qilmaylar. Hozir ko'pchilik namozlarni o'qimaslikka harakat qiladi. Yo'q, bunaqa emas. Namozni o'qishlik kerak. Namozni 3 ta vaqtda o'qib bo'lmaydi. Kun chiqayotgan paytda, kun tikka kelganda, kun botayotganda, qolgan paytlarda namoz, nafl namozlari o'qilaveradi, birodarlar. Bu bitta masala. Ikkinchi masala tasbih aytishlik masalasi. Salom bergandan keyin, namoz tugagandan keyin, salom berilgandan keyin astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deb undan uyoqga ancha duolar o'qiladi-da, keyin subhanallohi 33 marta, alhamdulillahi 33 marta, Allohu akbar deb 33 marta aytiladi. Bu 99 ta bo'ladi. Keyin la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu va ala kulli shay'in qodir deydi. Bu bilan 100 ta bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom Imom Buxoriy va Imom Muslim qilgan rivoyatda, sahih hadisda, ya'ni aytganlar muttafaqun alayhi hadisda, mana shuni kim namozdan keyin aytadigan bo'lsa, agar uni gunohi dengizi ko'pigicha bo'lsa ham Alloh taolo kechadi deganlar. Mana shu duolarni qilmasdan turib chiqib ketayotgan birodarlar, gunohinglar yo'qmi? Gunohdan shu darajada pok bo'lib qolgansizlarmi?
O'zingizlarga bitta savol beringlar. Uzr, agar bilmagan bo'lsangiz endi bilib oldinglar. Tag'in takror aytaman, agar men o'zi so'zi qattiqroq odamman. Agar men qattiq aytib qo'ygan bo'lsam, lekin payg'ambar alayhisalom hadislarini aytmayman, shariatni aytmayman. Agar eshitmagan bo'lsanglar, bilmagan bo'lsanglar, bildinglar, endi amal qilinglar. Bu bitta narsa. Ikkinchi narsa, namozdan keyin yana payg'ambar alayhisalom aytganlarki, kim namozni oxirida oyatul kursiyni o'qiydigan bo'lsa, uni jannatga kirishligiga faqatgina o'lim to'sib turadi deganlar. O'lim haq. Hammamiz o'lamiz, birodarlar. Alloh subhanahu va taolodan o'limni ham yaxshisini so'rashlik kerak. Sajdada o'lishlikni so'rashlik kerak. Yoki bo'lmasa hajda o'lishlikni so'rashlik kerak, yaxshi o'lim so'rashlik kerak. Bu haq narsa. Shuning uchun oyatul kursiyni o'qib yuradigan bo'lsak, inshaalloh bizni jannatga kirishligimizdan to'sib turadigan narsa faqatgina o'lim bo'ladi inshaalloh. Bu narsani ham hisobga olib qo'yinglar. Shuning uchun muhtaram jamoatul muslimin, namozni o'qigandan keyin albatta tasbihlarni aytib, oyatul kursiyni o'qib, bomdod namozi bilan shom namozida bo'lsa, qul huvallohu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas 3 martadan o'qilib, inshaalloh Alloh taolodan so'raydigan bo'lsak, Alloh taoloni beradigani keng. Alloh taolo duoni, musulmon qilgan duosini albatta qabul qiladi. 3 o'rinda qabul qiladi. Birinchisi, qilingan duo qabul bo'ladi, 30 kunda bo'ladi. Ikkinchisi, duo qabul bo'ladi, u o'sha aytgan narsangiz bo'lmaydi, faqatgina sizga kelayotgan baloni Alloh taolo qaytaradi. Kelayotgan baloni qaytaradi. Uchinchisini oxiratga olib qo'yadi. Shunda musulmon banda qiyomatda oxiratga borganda qabul bo'lmagan duolarini ko'rib turib, bitta ham duoyim qabul bo'lmaganda bo'larkandirkan, shu ko'rarkan Alloh taolo unga mukofotlarni ko'rsatganda, bitta ham duoyim qabul bo'lmaganda bo'larkan deydi. Shuning uchun birodarlar, duo qildikmi, ikkilanmaylik. Inshaalloh qabul bo'lyapti. Qaysi o'rinda beradi Alloh taolo biladi. Eng bitta so'zni aytaman, shu bilan inshaalloh tugataman. Eng og'ir narsa bu. Payg'ambar alayhisalom aytganlarki, kim masjidga kirsa, u masjidda o'tira olmaydigan bo'lsa, unda munofiqlikning alomati bor deganlar. Ya'ni aytganlarki, hadisda aytganlarki, musulmon odam masjidga kirganda baliqdagi suvga o'xshab o'tiradi. Munofiq odam qafasdagi qushga o'xshaydi deganlar. Bahoni har kim o'ziga bersin. Men mufti emasman. Men birovga fatvo bermayman. Fatvo beradigan muftiyat bor. Fatvo beradigan ulamolar bor. Men bir oddiy odamman. Sizlarga bitta taklifim bilan keldim. Shu taklifim shundan iboratki, birodarlar, namozni o'qib bo'lgandan keyin avvalo anaqani juma namozini sunnatini o'qinglar. Ajrlanasizlar. Ertaga qiyomatga borganda shuni savob yetmay qolishligi mumkin. Shuni hisobga olinglar. Ikkinchisi, Alloh taolo Qur'onda aytgan, Qur'onda kelgan, oyat kelgan, tilga muhr bosiladi. Ya'ni muhr degani pechat. Pechat bosiladi. Har bir insonni qilgan gunohi, amali to'g'risida uni oyog'i bo'lsa oyog'i, qo'li bo'lsa qo'li nima qiladi? Gapiradi. Alloh taolo har bir narsani gapirtirgan zot, u qo'llarni gapirtiradi. Mana bu qo'llarimiz subhanalloh desa,
qiyomatda guvohlik beradi. Alloh seni bu odam poklagan deydi, subhanalloh degan deydi. Alhamdulillah desangiz, ey Robbim, bu seni ulug'lagan deydi, hamd aytgan deydi. Allohu akbar desa, bu seni ulug'lagan deydi. Mana bu qo'llarimiz, mana shu turgan qo'llarimiz Allohning oldida ertaga qiyomatda bizga guvohlik beradi. Shuning uchun birodarlar, sizlarga maslahatim mana shu doimo payg'ambar alayhissalom qilgan sunnatlarini, sunnati saniyalarini albatta qilinglar. Masjiddan tez chiqib ketishga harakat qilmanglar. Bu yaxshilikka olib bormaydi. Keyin yoshlar telefonga ko'p berilgansizlar. Telefonni yig'ishtiringlar. Telefon yaxshi narsa emas. Payg'ambar alayhissalom aytganlarki, "Xayrukum man ta'allamal Qur'on va 'allamahu" deganlar. Sizlarni yaxshilaringiz deganlar. Bizlarni musulmonlarning yaxshilaringiz Qur'onni o'rgatib, keyin o'rgatganlaringiz deganlar. Telefonni o'rniga ukalar hamma joylarda hozir Qur'on o'qishlikka bemalol. Qozog'istonda bunga monelik yo'q. Hattoki qamoqda ham shunaqa. Men bu yoqni ko'rib chiqqan odamman. Hattoki qamoqda ham bemalol. Tajvid to'xtadi boshqa. Faqatgina o'rischa aytganda желание bo'lishi kerak, xohish bo'lishi kerak o'qishlikka. Qur'on o'qinglar birodarlar. Ertaga Allohning oldiga borganda shu narsa ana qiladi, bizga anaqa foyda beradi. Payg'ambar alayhissalom o'zlarining hadislarida aytganlarki, kim Sura-i Baqarani o'qib bersa yoki yod oladigan bo'lsa, qiyomatda u unga shafoatchi bo'ladi, qo'rg'iydi deganlar. Ya'ni buni shunday tushunsa bo'ladiki, bir odam Sura-i Baqarani o'qib berdi, qiyomatga bordi. Uni qo'rg'agani Allohning askarlari kelib uni himoya qiladigan bo'lsa, uni kim himoyadan ana qila oladi, qaytara oladi uni himoyasidan? Allohning askarlari himoya qilishligini xohlaydigan bo'lsangiz, Alloh taoloning askarlarini himoya qilishini xohlaydigan bo'lsangiz, Qur'on o'qing, Baqarani o'qing, Qur'on o'qib beringlar. Bunga takror aytamanki, возможность bemalolgarchilik bor. O'qinglar ukalar, telefon tutmanglar. Telefoninglarni keyin bitta ko'rgandan keyin kechqurun istoriyasiga ham qarab qo'yinglar. Istoriyada nimalar ko'rganinglarni o'zinglar bilasizlar. Keyin yana o'zinglarga baho berasizlar. Ana shunda inshaalloh biz o'zimizni tuzatib olamiz. Biz qanday bir hozir yaxshi kunda turibmizki, Alloh subhanahu va taoloni osmondagi rahmat eshiklari ochilgan, jinlar boylangan va hokazo hamma yaxshiliklar, barakotlar yog'ilib turibdi. Shuning uchun Alloh taolodan elimizda, yurtimizda, hamma joyda Alloh taoloning tinchlik bo'lishligini, osoyishtalik bo'lishligini, bola chaqalarimizni Alloh taolo hammasiga hidoyat berishligini, o'zimizga ham Alloh taolo hidoyat berishligini, to'g'ri yo'ldan adashtirmasligini Alloh taolodan so'rab qoladigan bo'lsak, inshaalloh Alloh taolo bizga shu narsalarni albatta beradi. Birodarlar, tinglaganlaringiz uchun, eshitganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zining hidoyatiga boshlab hidoyatga adashtirmasin. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatulloh.